بسم الله الرحمن الرحيم نهايت شفقتlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Cemi hamdu sana Allah'a xostur ki, Allah insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat berdiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Makifina fihi abada. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar jannatda mangu qoladi. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah'ın balası var degüçülerini agahlandırdı. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Ular ve ularning ota-boboları bu böhtanlarda hiç qandaq ma'lumotga ega emas. Ularning egizlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng, ular faqat yolg'onni aytadi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib ularning iymondan yuz o'rganligidan o'zingni aloq qilib o'tishing mumkin. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. İnsanlarning qaysilarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Biz cho'qim yer yuzidagi daldarax, tog' ve bina qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzidan tüptüz bayog'onga aylantiramiz. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Ashabul Kahf ve Raqim, yani Ashabul Kahf'ning isimleri yazılgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib berdigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular, Parvardigorimiz, bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgin, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ularni biz g'orda uzun yillar uxlatib qo'ydik. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Ondan ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ishidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysining g'orda qanchalik uzoq turishganlarini inchiki hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'otdik. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Biz sana ularning hikoyasini rostlik bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigorga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi: bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sherigi bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdimi zolim kim bor? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panohjoy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Kun chiqqan chaqda ularning g'orning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'orning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsan. Ya'ni g'orning eshigi shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'orning ikki tarafiga tushib turdi. Allah ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'orning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topolmaysan. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Mubada ularni ko'rdigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turmiz. Ularning isti g'orning bosog'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'rdigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib cho'qim qochgan bo'larding. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Ularni uxlatqanimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rasin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, "Bu g'orda qancha uzun turdinglar?" dedi. Ular, "Bir kun yoki bir kundan oz turdik" deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, "Qancha uzoq turganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir och. Biringlarni buyuringlar. Bu tangilarni shaharga elib berib, kimning tomiqi eng pokiz bo'lsa,
uningdan sizlarga setilib ilib kelsin. U shaharga kirishda va tomoq setilishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesa qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erisha olmaysizlar. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ularni o'qiltib o'yg'atganimizdek, kishilarga Allohning qayta tirildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabzi ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning eshigiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar kotiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning eshigi oldiga albatta bir masjid solayli dedi. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ular, yani Peygamber aleyhisselamның zamanındaki nasaralar, ular, yani Ashabul Kahf 3 bulup, 4-incisi ularning ishtidur deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-incisi ularning ishtidur deydi. Bu butunlay asossiz, qarisiga aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-incisi ularning ishtidur deydi. Aytqinki ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozg'ini kishilar biladi. Ular to'g'risida nasaralar bilan faqat yuzakini munozirlashgan. Ya'ni bu vaqtda munozirlashuvchilarni tasdiqmi qilmaydigan, yolg'ong'imi chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahfning qissasini so'ramagan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Sen birer ishni qilmoqchi bo'lsang, at shu ishni cho'qim qilaman demay, إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Xudo xolsa degan so'zni qo'shib degin, ya'ni Xudo xolsa qilaman degin. Xudo xolsa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolsani esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshishini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Aytqinki ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi,
Zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal, Allohning ong'ishi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Alloh o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ey Muhammed, sen Parvardigarının kitabından sana vahiy kılınğanını okugun. Allah'ın sözlerini hiç kişi özgertelmeydi. Sen hergizmi Allah'tan bölek ilticagah tapalmaysan. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sen Parvardigarının razılığını tilep, ettigen akşamda onun ibadet kılıdığanlar, yani aciz, kembağal musulmanlar bilen, sevirçen bolgan halda billi bolgan, hayati dünyanın zibuz zinnetini, yani müşriklarning çoğunlarının söhbetini dep, ularni közge almay kalmagın. Biz dilini zikrimizden gaflatda kaldırgan, nefsi xahişiga egeşken, işi haddidan aşkan adamның sözüge egeşmegin. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ey Muhammed, bu haq Kur'an Parvardigarınlar tarafından nazil boludu. Xalğan adam iman etsin, xalğan adam kafir bolsun degin. Biz haqiqatan kafirlar üçün tutun perdeleri ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalıqdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib etadigan noita qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy. Innallazina amanu va amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahab يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ani şular astıdan üstanlar eqib turdigan, ular daim turdigan cennetlerden bahriman boludu. Cennette ular altın bilezüklerini salıdı. Nipiz ve qilin ipekten işlengen yeşil kiyimlerini kiydi. Altın ve isil rəxtler bilen qaplangan taxtlarga yönülüp olturdu. Bu nimi degen yaxşı mukafat, cennet nimi degen güzel joy. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Ular, yani kambag'allarni yiningdan qo'g'lab o'tishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorliq, ikki bog'ning o'ttirsi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Her ikisi kam kutsiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stangni barpo qildik. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. U, yani bağ egisi nurgun mal mülki egiydi. U buradarlarga faxrlanib, "Men senden boy, odamlarim, yani xizmatchilarim, bolalarım, yordamchilarim seninkiden ko'p" dedi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. U, mümin buradarını yitilab beği kirib kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Onunğa mümin buradarları münazirleşken halde etti. Seni aslida tuproqdan, ondan abi mandin yaratıp, ondan seni ravrus insan qilgan zotni inkor qilamsan? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u, Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmayman. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sen beğin kirgen çığında Allah'ın halıgını buludu. Allah'ın yardım bolmasa kolumdan hiç iş gelmeydi. Desangçu, senin karşınca benim milim ve avladım seninkinin az bolsumu? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Ümidki Parvardigorim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beg'ingga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beg'ing tubtuz qoqos yerga aylanib qolg'ay. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asli keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Onun meyveleri, yani beği vayron bo'ldi. Telining bidishlari yerga yiqildi. U boq sarf qilgan chiqimlarga hasrat chekib, ikki olqinni uvlig'ili turdi. Hamda u, "Men Parvardigorimga hech ahadini sherik keltirmasam-chu?" dedi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Onunğa Allah'tan başqa yardım qiladigan, yani onundan bu balani dab'i qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi o'zi yardım qilolmadi, yani balani o'zidan dab'i qilolmadi. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Bu yerde, yani mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Allah o'ziga iymon etquchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Ey Muhammed, ularga, yani kişilerge dünya tirikçiligi hakkında mundaq misalını keltirgin. O şununga o'xshaydi-ki, biz osmondan yağmur yağdırdık. Şu su bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib boloq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mallar ve balalar dünya tirikçiligining zinnatidir. Baqi qiladigan yaxshi amallarning savobi Parvardigoringning nazarida texmi yaxshidir. Umid texmi cho'ngdir. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. O kunda, yani kıyamet günüde biz tağlarını yok kılımız. Zeminni oçuq, tüptüz görsen. Yani onu tosup durduğun tağ, derek, binalar bolmaydı. Ularını, yani insanlarını mahşergahga yığımız. Ulardan bir kişini mi kaldırıp koymayımız. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Ular, yani cemi halayık, sep buluşup, Parvardigoringga to'g'rilindi. Kofirlarga, sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Kişilerinin namı amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan, ular, voy bizga, bu namı amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku, deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining namı amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Öz vaqtida biz farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Shunga u Parvardigorning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal, ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ular, yani şeytanlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kişilerini azdırğuçularını yardımcı kılıp algınımı yok.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Şu kunda Allah ularga aytidi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar." Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning ostida ular o'talmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Günahkarlar dozaqni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Dozaqdan qochadigan joy topolmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. Inson ko'p datalash qiladi, ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. İnsanlarga hidayet kelgen çağda, ularning iman etmasliklari ve Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kofirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxira, ya'ni o'yinchoq qilib oldi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Parvardigorining oyatlari bilan pandi nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki, biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik, quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Parvardigoring nihoyat mag'firat qilguvchidir va rahim qilguvchidir. Agar Alloh ularni qilmishi qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bilak hech panohgoh topolmaydi. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Şu şəhərlərinin ahalları, yani Hud, Salih, Lut, Şuayb peyğəmbərlərinin qavmlərinə oxşaş ötkənki ümmətlər zulm qılğanlıqları üçün ularını halak qıldıq. Ularının halak buluşuğa muayyan vaqtni belgilidik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Öz vaxtida Musa yaş xadimiga
ya'ni Yusha ibn Nunga ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmaguncha mengishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetgan qadar uzoqcha mengiveraman dedi. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqini unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l elib kirib ketdi. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga "Attiganlik tamoqimizni elib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Yosh xodim biz cho'ng tosh ustida orom elayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib, sevatdan sakrab chiqib daryoga kirib ketganligidan iborat qiziqishdan xabaring bormi? Men rostla beliqni unutibman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unuttiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-da ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga inishdi. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yonida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Musa onunğa Allah sana bildirgen doğru ilimni bana öğütüşün için sana erişeymi, yani söhbetinle bolaymı dedi. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. O etti, sen men bilen birli buluşqa sabır taqat qılıp turalmaysan. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Sen çoğunqur tonup yetmegen, yani qaramakqı yaman. Amma mahiyetini sen düşenmegen işqa qandaqmı sabır taqat qılıp turalaysan? قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. Musa etti, Allah xalisa meni sabır qılğuç görsen, senin buyruğuna xilaflık qılmayman. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. Xizr etti, agar sen bana ergeshsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha, uningdan so'rama, ya'ni o'zim so'zlab bermigicha qilgan ishlarimdan so'rama. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Şunun bilan o ikisi birlikte menip kelib bir kemiga chiqdi. Xizr kemini teshivatdi, ya'ni kemining bir taxtasini sug'urvatdi. Musa onunğa kiyimdikilarni g'arq bo'lib ketsin deb kiyimini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli bir ishni qilding, dedi. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Xizr, sen haqiqatan men bilan birga bo'lishqa sabr taqat qilib turolmaysan demidimmi? dedi. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. Musa etti, ahdini unutib qolganligimga meni ayıplama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balani uchiratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Musa, sen bir begunoh jonni nohaq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding, dedi. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Xizr aytdi. Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib tura olmaysan demidimmi? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa aytdi. Buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rsam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga amroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga amroh bo'lmaslikda ma'zursan. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. O ikkisi yana bilmeyip bir şehirge yetip geldi. Şehir ahalisinden tamak sordu. Şehir ahalisi ularını mehman kılıştın baş tarttı. Ular bu şehirde öğrülüp düşey dep kalgan bir tamını uçurattı. Onu Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xolsang bu ish uchun albatta ish haqqa olgan bo'larding." قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib tura olmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kemiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib, ayibnaq qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarda har qanday soq kemini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Öldürülgen balığı kelsak, onun ata-onasi mo'min edi. O aslida kafir yaratilganlikdan, cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrni ata-onasiga tengishidan qo'rqdik. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u balığı qaraganda pak va ko'yimlik farzand ato qilishini iroda qildik. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Tamgı kelsak, o şeherdeki iki yetim balaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib kishilar uni ilib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bilan qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhom bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Ular, yani Yahudiler senden Zulkarnayn toğırlıq soğurşudu. Sizlerge men onun kıssını vahiy asasıda bayan kılımen digin. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Onunğa biz ziminde hakikaten güç kudret ada kıldık. Onunğa öz məqsədiga yetişinin bütün yollarını asallaştırıp verdik. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Zulkarnayn Allah onunğa asallaştırıp vergen yolgu mağdı. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. O gün petiş tarafga yetib barganda kunning qora loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. O buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz: "Ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomilada bo'lg'in" dedik. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulqarnayn aytdiki, kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Parvardigorning dargohiga qaytarildi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Kimki iman etsa ve yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishqa buyuramiz. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. ثم أتبع سببا. Ondan u Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ular ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma silib berishing uchun sana bir qism melimizni bojga o'xshash to'lsak bo'lamdi dedi. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma silib beray. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Bana tömür parçalarını elip kelinglar. Tömür parçaları dövülüp, ikki tağning orasi tekshi bo'lganda, köyüklerini besinglar. Tömür parçaları qizib o'tdak bo'lganda, u, bana eritilgan misni beringlar, ustiga to'kay dedi.
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ular, yani Yajuj Majuj, onun üstüge çıkışkımı, onu teşişkimi qadir bolalmadı. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Zulqarnayn etti. Bu, yani tosmunun barpa qılınışı, Parvardigarımның nemetidir. Parvardigarımның vədisi iş qaşqanda, o onu tüptüz qılıb etidu. Parvardigarımның vədisi haqdır. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. O günde, yani kıyamet günüde stançılıqdan kişilerini birbirine gireleştirip etimiz. Sür çilinidu. Ularını hesap üçün yığımız. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. O günde kapırlarga cehennemni aşkarı göstimiz. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ularning bu dunyodagi chog'larda dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardalangan edi. Ularning dillarini zulmat bosganligi uchun kalomullohni anglashga qodir emas edi. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Kapırlar meni qo'yib bandalarimni ma'bud qilishsa bo'ladi deb o'ylamsan, biz jahannamni kapırlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Hani shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan, natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundoq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suvi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suvi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Muboda yana shunchalik dengiz suvini keltirsakmi? قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
ey Muhammad, aytqinki men sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigori qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin.